Assalomu alaykum barchaga aziz kuzatuvchilar, yaxshimisiz, chamayapsizmi? Bu siz bilan VR horror kanali. Xo'p, bugun bizning o'yinimiz Baby in Yellow, ya'ni sariq rangdagi bola. Bilmayman o'yini nima uchun nomi bunday bo'lgan, lekin o'yin juda qiziq. O'sha uchun bugun biz sizlar shu o'yinni o'ynab o'tamiz. Gapni ko'pchilmasa o'yinni boshladik. Qani ketdik. This is Crown Childcare, the gold standard in babysitting. You have one new client message. Oh, hello. I'd like to book a sitter for my little prince. It's for 3 nights. You just need to feed him and put him to bed. Easy peasy. There's bottles in the fridge. The address is apartment 10, Cleveland Towers. And the keys under the platform. Take care. Thanks. Tushunmadim. Direct on the right on the side screen to qimmat deyapti mencha. O'tib tursa bo'lar ekan. Grafikasi ajoyib. Bular nima? Hop. Mana shu ishga kirish kerak. Mana shunga kirish kerak adashmasam. Saqlatchi biron chiqadi. Biron kishi gapmayapti-yu. Hello. Chaqolang endi. Boshidan chiqish kerak men bu yerdan. Men bu yerdan qaytib tushish kerak pastga 24. 24 ketash andashimsa. Men bu yerdan. Yo'q, beram qulf. Bu yog'am qulf. To'g'ri eshik bor ekan. Beram qulf. Bu eshigimiz ham qulf, adashmasam mana bu eshik bo'lishi kerak. Mana shu eshik bo'lishi kerak adashmasam. Bu ham qulf ekan. Nima qilish kerak? Zon ushlasang, bunda zona bor ekan. Hozir chiqishlar. Ko'rib tashladi yuzimizdan. Nima qilishga qaysi ishim chiqmayapti, tushunmayapman. Mana musullardan biron bo'lmagan. Hayır. Sen istemeyapsın. Juda. Qo'rqinchli mavzu, noqulay og'iz ishlab lekin juda g'alati. O'ta g'alati. O'tirib olishadi. Men bitta xat bu olib olmayapti. Eshik ochilmayapti. Keyin mana shu eshik bo'lishi kerak deb o'ylayapman. Bitta nimadir degan enter the apartment. Nima bo'lyapti? 353-88-41. Liftimiz ham ishlamayapti, buzilgan lift ekan. Qanaqadir anomaliya bormi yoki? Anomaliya topish kerakmi o'yinda? Bu o'yinni tartibini ham bilmayman. O'ynaman ko'rganim ham yo'q. Endi bir chat o'ynab ko'ryapman. Enter the apartment debdi. Apartamentga kirganmiz. Mana bu gilamchada bo'lmay bo'lish kerakmi? Yo'q. Nima degan? Check the under the plant pot. Nima edi? Plant pot nima edi u? Men qarab aytayaptimi yoki? Plant pot. Hech kim qaramayapti-da, bu yerda nima mavjud? Plant pot. Adashmasam nima edi u? Enter the apartment. Plant pot, ana bu gultuvek edi. Mana kalta o'rgan tayda. Bo'ldi. Yo'q, to'g'ri. Bas kirib olsam bo'ldi. Mana kiryapti. Sariq rangli bola. O'yin juda zo'r. Horror o'yiniga o'xshayapti ovozda. Yana bir Night One. Boshladik. Mana shu bratim deyman-da. Qanday? Nima gap? O'tirjanga. Nima qilish kerak? Bitta xonani teshib chiqarlik-chi. Feed the baby. Get bottles from fridge. Xolodilnikda bo'lish kerak. Xolodilnik. Bu yerda. Qadmishga yopib qo'yaylik endi. Olch. Change the baby take to. Voy chichib qo'ydi bu.
Nima bittadan almashtirgan narsasi. Mana shu yerda bo'lishi kerak bu barni attack. Changing mat. Ta'dan shu. Almashtirgan joy attack. Ko'pam bu nima? Qancha ovoz chiqdi? Atagan bo'yin ko'zini qarang. Ot bordi. Naftni qara. Nima qoldi? Mana bitta tur. Almashtirib olaylik. Endi nima qilamiz? Qanday almashtiramiz? Bu yoqimsiz turmaydi-mi? O'dishim tayda. Turdi. Qani endi biror nima olish kerak. Qayerda turadi u? Qayerda turadi sening nimang? Pampersing. Mana shu yerda bo'lish kerak. Suvishli ekan. Voy, juda zo'r ekan. Grafikasi o'ta yoqdi menga. Hamma narsa dahshat, realistik, ancha. Meni ko'rish maslahat beraman. Xo'p, mana buni olamiz. Endi qani endi u? Bola qani? Qayerga? Yepa. Nima qilib bit qayerdan keldi bu yoqqa? Qayerdan keldi bu yoqqa bu? Mana shu bola juda yoqmayapti. Yomon qo'rqitdi meni. Ko'zlariga qaraman uni. Mamam kiyib oldi. Kulishi ham bir vahimali-da. Qani? Yo'q. Mana shu yerga o'tkazamiz bizani. Chunki pet the baby to sleep debdi. Take the baby bed. Sana endi yotoqxona tepada bo'lsa kerak-da. Mana bu nima ochilmayapti. Yo'q. Bosib ketyapti. Uzr. Brat, uzr. Bosib ketyapti mana shu. Voy, mana. Yo'qdan bitta. Yo'q qayerda. Find the storybook and sit down. Kitob o'qib bering debdim. Mana bitta kitob bo'lishi kerak. Mana shu, mana. Qani? Across the shore, in distant lands, with dark stars overhead, the prince was fast asleep until a cat jumped on his bed. I found a secret garden, said the cat with much delight. Excitedly, they ran inside, explorers in the night. They walked through the golden garden gate. look at the pretty trees, They walked along the pretty pebble path. look at the colourful flowers, They walked past the fabulous flowing fountain. look at the dancing water, look, But the prince didn't like the garden and started kicking down the trees. He dug up flowers, grabbed the hedges and pulled off all the leaves. He ruined everything for fun. The cat watched on in fear. what a mistake I made, The cat cried out. I should never have brought him here. Mushuklarni terdim-da, bu yerda. Keyin 9 tadan 2 tasi topildi dedim. Atak shunday dedim. Yotib qoldi u. Bo'ldi. Endi nima qilish kerak? Put the baby to sleep qildik. Leave and close the door. Xonadan chiqib eshik yopish kerak. Biz xonada deb. Birini o'qib ketmadim. Svet o'chirish shart emasmi? Chiroq birovni nima betdi? Chiqib ketdi. Joyga qo'yib olaylik. Ne turmayapti? Hamma kerak emas. Endi betdan svet yo'q. Shuni yoqtiraveradi. Biz yotdi-yu. Ketdi. Endi wait for parents. Ota-onasini topyaptimi? Ota-onasini qayerdan topaman buni men? Ota-onasi yo'qolib qolganmi? Qayerdan? Watch TV on the sofa. Divanda naga ko'ryapti. Televizor ko'ryapti. Lekin ota-onasini qayerdan topamiz buni? Aytdim bu chota bir qanaqadir voqeali, ma'noli o'yin so'ranamcha. Nima bo'lyapti? Uxlab qolyapti bu ham. Bizni personajam uxlab qolyapti. Televizor ko'ryapti. Nima bu? Uyg'on deyman bola. Yig'layapti-yu. Settle the baby. Bo'ldi. Ketdik bolajon.
Eshik ochildimi? Qaysi eshik ochildi? Eshik yopib ketdimi men? Qani u? Ovoz chiqyapti-ku o'zi yo'q. Qayerdan men kirib oldim? Qani u? Bilmayman. Chegim. Kalt kerak edi. Qayerda ovoz chiqyapti? Nimaga? Yo'q. Qani u? Pastga tushib ketdi. Qandayligimiz pastdan chiqqani yo'q edi. Qachon kelib oldi? O'z biz ham chiqqanimiz yo'q edi. O'ta xavfli o'yinga o'xshayapti, lekin bu o'yin juda meni qo'rqityapti. Chunki bolakayni bunaqa harakatlarni tashlab, birdan yo'qolib qolib, birdan pastga yurishari, har xil ovozlar. Yana nima qilish kerak bunga? Ikkita topildi. Mana shu mushukchani topilgan payt juda bir ovoz yomon chiqib qolyapti. Yotqizdi-ku, yana nima deyapti? Baby to sleep again. Put the correct plush in the coat. Bumi? Yo'q. Aytay, mana bu men kod deb o'rgandim. Plush mana. Bo'ldim. Uxlaydimi endi? Chill out. Nima degan? Chill out. Chiqib ketgan. Yana eshik ochildimi? Bo'lyapti. Eshik ochib qo'yapti. Chill out. Chiqib ketgan, chiqib ketamiz. Chiqdimi mana koridorga? Eshikni yopmadi. Elektrni yopib qo'ydimi? Tamam, mana shu yerda bitamiz biz. Yapaylik, ochib ketyapti. Watch the TV on the normal. Yana ko'ramiz. Yana yo'q keldi personajimizda. Yana uxlaymiz. Yana turamiz, yana bir nima bo'ladi. Tashmadim. Ikkinchi tur. O'yinimizni shu yerda tugatamiz. Agar bu o'yin yaxshi prosmotr bilan yaxshi like, komment yig'sa, ikkinchi qismini ham, ikkinchi kechani ham o'ynayman. Lekin bu o'yin juda ham menga yoqdi. Sizlarga yoqqan bo'lsa ham like, podpiska bosib qo'ying.